To'rtinchi mavzuga doir test topshiriqlari. Birinchi savol. 23, 45, 12 sonlaridan qaysi biri x plus 45 teng 57 tenglamaning ildizi bo'ladi? Avvalo tenglamani ildizini aniqlaymiz. Ya'ni x plus 45 teng 57. Qaysi songa 45 ni qo'shsak, oladigan natijamiz 57 bo'ladi. Xo'p, buni aniqlash uchun 57 dan 45 ni ayiramiz. Demak, x teng, ya'ni noma'lum sonimiz 12 ga teng bo'ladi. Demak, javob 12A javob. Ikkinchi savol. Tenglamani yeching. Bizga x minus 257 teng 682 ko'rinishidagi tenglama berilgan. Bu tenglamani ildizini aniqlab olamiz. Ya'ni, qaysi sondan 257 ni ayirsak 682 chiqadi. Xo'p, bu sonni topishimiz uchun 682 ga 257 ni qo'shamiz. Demak, x teng 939. Demak, noma'lum sonimiz 939 ga teng ekan. Navbatdagi 3-savol. Tenglamani yeching. Xo'p, bu yerda bizga 42 plus x plus 30 teng 100 ko'rinishidagi tenglama berilgan. Avvalo, tenglikni chap tarafidagi sonlarni yig'indisini hisoblaymiz. Ya'ni 42 ga 30 ni qo'shsak, x plus 72 teng 100. Demak, savol beramiz. Qaysi noma'lum songa 72 ni qo'shsak, yig'indi 100 ga teng bo'ladi? Demak, x ni topish uchun 100 dan 72 ni ayiramiz. X teng 28 ga. Navbatdagi 4-savol. Tenglamani yeching. Bu yerda bizga 900 sonidan biror noma'lum sonni ayirish orqali oladigan ayirmamiz 643 ga teng. Xo'p, demak, 900 dan qaysi sonni ayirsak 643 bo'ladi? X noma'lum sonni topish uchun 900 dan 643 ni ayiramiz. Demak, x teng 257. Keyingi 5-savol. Noma'lum sonni toping. Bu yerda 3 ko'paygansi teng 21. Ya'ni 3 ni qandaydir bir ko'paytuvchiga ko'paytirish orqali 21 sonini ko'paytma qilib olganmiz. Demak, bizga ma'lum jadvaldan ham 3 karra 7 teng 21. Demak, noma'lum sonimiz 7 ga teng. 6-savol. Noma'lum sonni toping. 36 ni qaysi songa bo'lsak 4 bo'ladi? Barakalla. Ya'ni, xo'p, bizga jadvaldan ham ma'lum 4 karra 9 36. Bu yerda noma'lum son 9 ga teng. Navbatdagi 7-savol. Tenglamani yeching. Qandaydir noma'lum x sonini 4 ga bo'lsak, bo'linma 120 ga teng bo'ladi. Bu noma'lum x sonini topishimiz uchun bo'linmani bo'luvchiga ko'paytirish kifoya. Ya'ni, demak, x teng 480. 8-savol. 9000 dan qandaydir x noma'lum sonni ayirsak, ayirma 7865 ga teng bo'lar ekan. Demak, biz x noma'lum sonni topish uchun 9000 dan 7865 ni ayiramiz. Demak, x teng 1135. 9-savol. Tenglamani yeching. 122 dan qandaydir noma'lum x sonni ayirsak, oladigan natijamiz 26 plus 34 bo'lar ekan. Xo'p, avvalo yig'indini hisoblaymiz. 122 dan qandaydir noma'lum sonni ayirish natijasida xo'p, 60. Xo'p, x ni topish uchun 122 dan 60 ni ayirish kerak. Demak, x teng 62. 10-savol. Tenglamani yeching. X sonini 2 ga bo'ldik va 108 plus 46 ko'paytirilgan 2. Avvalo tenglikning o'ng tarafini hisoblaymiz. Xo'p, birinchi ko'paytirish amalini bajaramiz. Ya'ni 46 ni 2 ga ko'paytirsak, necha bo'ladi? X bo'lamiz 2 teng 108 ga qo'shamiz 92 ni. Xo'p,
Demak, x noma'lum sonni 2 ga bo'lsak 200 bo'lar ekan. Qaysi sonni 2 ga bo'lsak 200 bo'ladi? Barakalla. Ya'ni 200 ko'paygan 2x teng 400. Demak, 400 ni 2 ga bo'lsak 200, 108 ga 92 ni qo'shsak ham 200. Navbatdagi 11-savol. 3 ta sonning yig'indisi eng katta 4 xonali son. Demak, eng katta 4 xonali son nechi? Barakalla 9999. Xo'p, qo'shiluvchilardan biri eng kichik 4 xonali son. Eng kichik 4 xonali son bu 1000. Ikkinchisi esa eng katta 3 xonali son. Eng katta 3 xonali son 999. Uchinchi qo'shiluvchini toping. Demak, uchinchi qo'shiluvchini x deb belgilaymiz va natijani 9999 ga tenglaymiz. Bu yerdan x noma'lum sonni topish uchun avvalo 1000 ga 999 ni qo'shamiz. 1999 ga qandaydir x noma'lum uchinchi qo'shiluvchini qo'shsak, yig'indi 9999 bo'ladi. Demak, x noma'lum sonimiz 8000 ga teng. 12-savol. Doskada bir nechta natural son yozilgan. Ularning har biri 25 ga orttirilganda. E'tibor qiling, ga orttirilganda. Ularning yig'indisi 775 ga ortdi. Doskada nechta son bor? Demak, e'tibor bering. Doskada bir nechta natural sonlar yozilgan ekan. Keling, biror a plus b plus c va hokazo. Bularni biror s soni bilan belgilaylik. Demak, ya'ni bu yerda s ta qo'shiluvchi bor. U sonlarning har birini 25 ga orttirganimizda, ya'ni a soniga ham 25 ni qo'shsak, b soniga ham 25 ni qo'shsak va shu tartibda barcha sonlarga 25 ni qo'shsak, oladigan yangi natijamiz 775 ga ortar ekan. Ya'ni dastlab s va uning ustiga biz 25 ko'paygan dastlab doskadagi sonlar yig'indisi s. Xo'p, keyin ularning har birini ustiga 25 ni qo'shganimizdan so'ng, ya'ni biz bilmaymiz doskada nechta natural son borligini, demak shuni biror bir x deb belgilaylik. Ya'ni har bir sonlarning ustiga 25 ni qo'shsak, umumiy yig'indagi 25 ko'paygan x ni qo'shgan bo'lamizmi? Demak, bu 775 ga ortar ekan. Ya'ni dastlabkisiga qaraganda. Dastlabkisi 25. Doskada nechta son borligini aniqlash uchun 775 ni 25 ga bo'lsak bo'ldi. Ya'ni nimaga? Bizga ma'lum, sonlarni har birini 25 ga orttirganimizdan so'ng yig'indimiz, ya'ni dastlabki yig'indi 775 ga ortgan. Demak, har bir qo'shiluvchini ustiga 25 sonini qo'shsak, ya'ni biz n ta qo'shiluvchini 25 taga orttirdik va hosil bo'lgan dastlabki yig'indimizga qaraganda hosil bo'lgan yig'indimiz 775 ga ortgan. Demak, bu yerda nechta natural son borligini topish uchun 775 ni 25 ga bo'ldik. Xo'p, 77 ni ichida 3 marotaba 75 25. Demak, doskada 31 ta natural son bor. Navbatdagi 13-savol. Agar berilgan yig'indida birinchi va ikkinchi qo'shiluvchilar 48 ta ortib, uchinchi qo'shiluvchi 89 ta kamaysa, yig'indi qanday o'zgaradi? Keling, o'zimiz uchun biror son olaylik. Ya'ni 1 qo'shuv 2 qo'shuv 3. Ya'ni bizda birinchi, ikkinchi hamda uchinchi qo'shiluvchilar bo'lganligi uchun 3 ta sonning yig'indisini oldim. Demak, bu yig'indi 6 ga teng. Endi amallarni ketma-ket ravishda bajaraylik. Ya'ni birinchi va ikkinchi qo'shiluvchilarni mos ravishda 48 taga orttiraylik. Demak, 1 ni ustiga 48 ni qo'shamiz. Ya'ni 48 taga ortgan, chunki xo'p, 2 ga ham 48 ni qo'shamiz. Ammo uchinchi qo'shiluvchida nima bo'lgan? Uchinchi qo'shiluvchi 89 taga kamaygan.
Demak, 3-qo'shiluvchini 89 ta kamaytirish uchun undan 89 sonni ayirish kerak. Demak, amallarni ketma-ket bajaraman. Avvalo 1 ga 48 ni qo'shsam, 49, 49 ga 2 ni qo'shsam, hop, 51, 51 soniga 48 ni qo'shsam, 99, hop, 99 ga 3 ni qo'shsam, 102, demak 102 dan 89 ni ayiramiz. Demak, ayirma 13 ga teng. Endi dastlabki yig'indi 6 ga teng, keyingi hosil bo'lgan yig'indi esa 13 ga teng. Demak, son ortganmi, ya'ni yig'indimiz ortganmi yoki kamayganmi? Barakalla, ortgan. Qanchaga ortganligini aniqlash uchun 13 dan 6 ni ayiramiz. Demak, 7 taga ortgan. Ajoyib. 14-savol. Birinchi son 98 ga teng. Ikkinchi son 82 ga. Uchinchi son shu ikki sonning yig'indisidan 30 ta ortiq. Demak, shu ikki son deganimiz 98 va 82 sonlari yig'indisidan 30 ta ortiq. Avvalo 98 ga 82 ni qo'shamiz. 180. Demak, 180 dan 30 ta ortiq bo'lgan uchinchi son 210 ga teng. Bizga ma'lum ta ortiq qo'shimchasi berilganda, albatta, qo'shich amaldan foydalanishimiz kerak. 15-savol. Shodmonjon doskaga bir nechta natural sonlarni yozdi. Sarvinoz esa bu sonlarning har birini 6 ga orttirdi. Dilnoza hisoblab ko'rsa, bu yig'indi jami 288 ga ortdi. Shodmonjon doskaga nechta son yozgan? Xo'p, bu 15-misol tepada ko'rgan misolimizga o'xshar ekan. Demak, bunda ham 288 ni 6 ga bo'lsak bo'lgani. Xo'p, nimaga ekanligini tepadagi misollarda ko'rib o'tgandik. Ya'ni, bir nechta natural son yozilgan bo'lsa, ularning har birini 6 ga orttirsak, dastlabki yig'indiga 6x qo'shiladi. Ya'ni, u yerda x ta noma'lum bor, ularning har biriga 6 ni qo'shdik. Demak, dastlabki yig'indiga qaraganda 288 ga ortgan. Shuning uchun 288 ni 6 ga bo'lamiz. Xo'p, 28 dan ajratib olsak, demak, Shodmonjon doskaga 48 ta natural sonni yozgan. Quyida berilgan tenglik to'g'ri bo'lsa, so'roq o'rnidagi sonni toping. Demak, rasmga qaraymiz. Xo'p, 19 dan qaysi sonni ayirsak 8 bo'ladi? Barakalla, 11 ni. Demak, bu yerdagi sariq doirachaga 11 sonini yozish kerak. Xo'p, demak, 11 dan keling bu rasmni o'zlarimiz uchun chizib olaylik. Demak, 19 dan 11 ni ayirsak 8. Xo'p, 19 ga qaysi sonni qo'shsak 36 bo'ladi? Barakalla, 17 ni. Xo'p, 11 dan shunday bir sonni ayiribmiz, 6 chiqibdi. Demak, 11 dan 5 ni ayirsak 6. Xo'p, 17 dan 5 ni ayirsak, demak, so'roq o'rnidagi sonimiz 12 ga teng bo'ladi. 17-savol. Zilola birinchi kuni 2 dona, ikkinchi kuni 4 dona, uchinchi kuni 6 dona olma terdi. Shu usulda 5 kun davomida nechta olma terganini aniqlang. Demak, birinchi kuni 2 dona. Xo'p, ikkinchi kuni 4 dona. Uchinchi kuni 6 dona. Xo'p, demak, tergan olmalari soni ortyapti, to'g'rimi? Demak, dastlab 2 ta, so'ngra yana 2 taga ortgan 4 ta, 4 tadan yana 2 taga ortgan 6 ta. Demak, 4-kuni u 8 ta olma teradi. 5-kuni esa 10 ta. Demak, 5 kun davomida jami olmalari nechta ekanligini aniqlashimiz kerak. Xo'p, 2, 4, 6, 8 va 10. Ushbu sonlar yig'indisini hisoblash kerak. Xo'p, 2 ga 4 ni qo'shamiz 6, 6 ga 6 12, 12 ga 8 ni qo'shsak. Xo'p, 20, 20 ga 10 ni qo'shsak 30. Demak, Zilola shu usulda 5 kun davomida jami 30 ta olma tergan. 18-savol. Tarvuzning narxi 18 ming so'm. Qovun esa tarvuzdan 3 ming so'm arzon.
E'tibor bering, arzon. Bitta qovun va bitta tarvuzning birgalikdagi narxini aniqlang. Dastlab qovunning narxini aniqlaymiz. Qovun tarvuzdan 3000 so'm arzon. Demak, tarvuz 18.000 so'm bo'lsa, demak qovunning narxi undan 3000 so'm arzon, ya'ni 15.000 so'm. Demak, ularning, ya'ni bitta qovun va bitta tarvuzning birgalikdagi narxini aniqlash uchun ularning yig'indisini hisoblash kerak. Demak, 33.000 so'm. 19-savol. Akmal, Suhrob, Javohir va Ahmad yaqin do'st. Akmal Suhrobdan 5 yosh va Javohirdan esa 2 yosh katta. Ahmad 40 yosh va Javohirdan 7 yosh katta bo'lsa, to'rtta do'stning yoshlari yig'indisini toping. Demak, bu masalani, ya'ni shu tipdagi masalalarni yechish uchun avvalo ma'lumotlardan foydalanamiz. Demak, Ahmad 40 yoshda va Javohirdan 7 yosh katta. Demak, Javohir 33 yoshda bo'ladi. Xo'p, Javohir haqida bu yerda, ya'ni Suhrobdan 5 yosh katta Akmal. Xo'p, demak, Akmal. 19-savol. Akmal, Suhrob, Javohir va Ahmad yaqin do'st. Akmal Suhrobdan 5 yosh va Javohirdan esa 2 yosh katta. Ahmad 40 yosh va Javohirdan 7 yosh katta bo'lsa, to'rtta do'stning yoshlari yig'indisini toping. Xo'p, bizga avvalo ma'lumotlardan foydalanamiz. Demak, Ahmad 40 yoshda va Javohirdan 7 yosh katta bo'lsa, demak Javohir 33 yoshda bo'ladi. Xo'p, Akmal Javohirdan 2 yosh katta. Demak, Akmal 35 yoshda. Akmal Suhrobdan 5 yosh katta. Demak, Suhrob 30 yoshda. To'rtta do'stning yoshlari yig'indisi 73, 65. Demak, 138 ga teng. S javob. 20-savol. Raqamlari bir xil bo'lgan ikki xonali sonlar yig'indisini toping. Xo'p, raqamlari bir xil bo'lgan ikki xonali sonlar bular: 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 va 99. Ushbu sonlar yig'indisini hisoblash kerak. Xo'p, demak 495. Javob. 21-savol. Doskada 2 ta natural son yozilgan. Ma'mur ularni qo'shishi kerak edi, lekin u adashib qo'shish o'rniga ayirdi va 25 hosil bo'ldi. Xo'p, demak x hamda y sonlari berilgan. Ularni ayirish natijasida hosil bo'lgan ayirma 25 ga teng. Xo'p, agar u 80 ga adashgan bo'lsa, doskadagi sonlarning ayirmasining ikkilanganini toping. 80 ga adashgan bo'lsa. 21-savol. Doskada 2 ta natural son yozilgan. Ma'mur ularni qo'shishi kerak edi, lekin u adashib qo'shish o'rniga ayirdi va 25 hosil bo'ldi. Agar u 80 ga adashgan bo'lsa, doskadagi sonlarning ayirmasining ikkilanganini toping. Demak, x hamda y sonlari berilgan. Ma'mur ularni qo'shish kerak, lekin adashib ayirdi. Demak, 25 hosil bo'ldi. Agar u 80 ga adashgan bo'lsa, bizga ma'lum, berilgan ikkita sonni qo'shish natijasida har doim ayirganimizga qaraganda kattaroq son olamiz. Demak, u 80 ga adashgan bo'lsa, sonlar yig'indisi 25 dan 80 ga ko'p ekanligini bildiradi. Xo'p, berilgan tenglamani hisoblaymiz. Xo'p, demak bu yerdan x va y sonlar yig'indisi 105 ga teng ekanligi kelib chiqadi. Xo'p, savolda doskadagi sonlar ayirmasining ikkilanganini toping deyilgan. Xo'p, demak doskadagi sonlar ayirmasi, ya'ni 25 ga tengmidi? Ayirmasining ikkilanganini hisoblashdik kerakligi bu 25 ni 2 ga ko'paytirganimiz. Demak, natija 50 ga teng bo'ladi. Bu yerda doskada berilgan sonlarni aniqlab o'tirish ham kerak emas. Rasmda ikkita ko'zi qorni ko'rsatilgan. Ularning balandliklari o'rtasida qancha farq bor?
Xo'p, bu yerda 12. Demak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demak, kichik ko'zi qorinning uzunligini 6 o'lchamda. Bu yergacha 12 bo'lsa, demak, katta ko'zi qorinning uzunligini 11 o'lchamda deb olsak, ularning balandliklari o'rtasidagi farq 5 ga teng bo'ladi. Demak, C javob. Navbatdagi 23-savol. Quyidagi ayirish amaliga ko'ra noma'lum raqamlar yig'indisini toping. Keling, doskadagi sonlarni o'zimizni qog'ozimizga tushirib olaylik. Xo'p, demak, 4 dan qaysi raqamni ayirsak 5 bo'ladi? 9 ni. Xo'p, barakalla. Demak, ya'ni 9 chiqishini sababi biz 14 sonidan 9 ni ayirganimizda 5 natijani hosil qila olamiz. Xo'p, demak, yulduzcha o'rnida shunday bir raqam turibdiki, undan 7 ni ayirsak 5 bo'ladi. Xo'p, unutmangki, undan biz bitta o'nlik yordam ham olganmiz. Demak, yulduzcha o'rnida turgan raqam 3 ga teng. Nimaga? Bu yerga 3 ni qo'ysak, undan bir yordam olganimizdan keyin bu 2 bo'lib qoladi. Demak, unga yordam sifatida 7 dan 1 ni olamiz va u ham 12 bo'ladi. 12 dan 7 ni ayirsak 5 bo'ladi. Demak, bu yerdagi 7 sonimizni o'rnida 6 qoldi. 6 dan qaysi raqamni olsak, ya'ni ayirsak 0 bo'ladi. Barakalla, 6 ni o'zini ayirsak. Demak, berilgan shakllar o'rniga mana shu raqamlarni qo'ysak, hosil bo'ladigan ayirmamiz 70.055 ga teng bo'ladi. Bizda savolda noma'lum raqamlar yig'indisini so'rayapti. Demak, noma'lum raqamlar yig'indisi 18 ga teng. 24-savol. Sarvar kecha kitobning 125 betini o'qidi. Bugun esa kechagidan 30 bet kam o'qidi. Sarvar 2 kun davomida kitobning jami necha betini o'qidi? Demak, u birinchi kun 125 betini, xo'p, ikkinchi kuni esa undan 30 bet kam. Bizga ma'lum, kam iborasi ishlatilsa, ayirish amalini qo'llashimiz kerak. Demak, 125 dan 30 ni ayiramiz, 95. Shu 2 kun davomida jami necha bet kitob o'qiganligini topish uchun 125 ga 95 ni qo'shamiz. 220. Navbatdagi 25-savol. Bir tadbirkor yil boshida $2000 foyda topdi. Keyinchalik 2 marta $800 zarar ko'rdi. Oxirgi natijada qancha mablag' qoldi? Demak, u 2 marta $800 dan zarar ko'rdi. Ya'ni u $1600 zarar ko'rgan. Dastlab $2000 foyda qilgan, so'ngra $1600 zarar ko'rgan. Demak, uni oxirida qoladigan mablag'i $400 ga teng bo'ladi. 26-savol. Sonni 5 marotaba 8 ga kamaytirib 20 hosil bo'ldi. Asl son qanaqa? Xo'p, biror x noma'lum son berilgan va uni 5 marotaba 8 ga kamaytirsak, uni biz 40 ga kamaytirgan bo'lamiz. Ya'ni har gal undan 8 ni ayirish natijasida va bu ishni 5 marotaba takrorlasak, demak, son 40 ga kamaygan bo'ladi. Ya'ni sondan 40 ni ayirsak 20 hosil bo'libdi. Demak, dastlabki x degan noma'lum sonimiz, ya'ni asl sonimizning qiymati 60 ga teng. 27-savol. Kamayuvchi 5 ga ortib, ayriluvchi 8 ga kamaysa, ayirma qanday o'zgaradi? Xo'p, maslahatim bunday misollarni, bu tipdagi misollarni ishlash uchun o'zingiz son olib ishlab ko'ring. Masalan, olaylik, 13 dan 4 ni ayiraylik. Xo'p, keling biz 13 dan 9 ni ayirib 4. Shu berilgan misolimizga qo'llaylik. Demak, kamayuvchi 5 ga ortib, bizda hozir kamayuvchi 13. 13 ni 5 ga orttirsak, xo'p, 18 ga teng bo'ladi. Ayriluvchi 8 ga kamaysa, ayriluvchi bizda 9. 9 dan 8 ni ayirsak, ya'ni uni 8 ga kamaytirsak 1 ga teng bo'ladi va oladigan ayirmamiz 17. Dastlab 4, so'ngra 17 bo'lgan bo'lsa, demak, son ortganmi, kamayganmi?
Barakalla, ortgan qanchaga ortganini aniqlash uchun uning oxirgi, ya'ni 17 degan qiymatdan dastlabki qiymatini ayirish kerak. Demak, son dastlabkisiga qaraganda 13 ga ortgan. 28-savol. Shodmonjon 2 sonning ayirmasini hisobladi va 3 ta raqam ustini bekitib qo'ydi. Shodmonjon bo'yalgan raqamlarni ko'rsa, natija nechaga teng bo'ladi? Xo'p, keling, biz ham shu berilgan ifodani yozib olaylik. Demak, biror yulduzcha 56, undan ayirish kerak 70, yana yulduzcha 700, yulduzcha 5. Xo'p, savol: oltidan qaysi sonni ayirsak 5 bo'ladi? Barakalla. Demak, birinchisi 1 ga teng. Xo'p, 5 dan 7 ni ayirsak, demak bizga ma'lum 5 dan 7 ni ayira olmaymiz. Xo'p, dastlabki yulduzchamizdan yordam olib bersak, 15 dan 7 ni ayirsak 8. Demak, bu 8 ga teng ekan. Xo'p, bu bittaga kamaygan bo'lsa, demak dastlab bu yulduzchamizning qiymati 8 ga teng bo'lgan ekan. Xo'p, berilgan topgan noma'lumlarimizni yig'indisini hisoblaylik. Demak, 8 qo'shamiz 8 va 1. Xo'p, 17. Demak, Shodmonjon bo'yalgan raqamlarni qo'shsa oladigan natijasi 17 ga teng ekan. 29-savol. 4, 5, 6, 7, 8 raqamlari barchasidan bir martadan foydalanib ikkita eng katta va eng kichik 4 xonali sonlar tuzildi. Ularning farqi necha bo'lishi mumkin? Demak, shu berilgan sonlardan foydalanib tuzish mumkin bo'lgan eng katta 4 xonali son. Xo'p, demak, 8765. Xo'p, eng kichik 4 xonali son esa 4567 ga teng. Demak, ularning farqini aniqlash uchun kattasidan kichigini ayirish kerak. Xo'p, demak 4198. 30-savol. Mahmud va Sayyod pullarini qo'shib ko'p-to'k sotib olmoqchilar. Mahmudning puli Sayyodnikidan 25,000 so'm ko'p. Sayyodning puli 15,000 so'm. Demak, xo'p, Sayyodning puli 15,000 so'm va bizga ma'lum Mahmudning puli Sayyodnikidan 25,000 so'm ko'p bo'lsa, demak uning puli 40,000 so'm bo'ladi. Xo'p, olish kerak bo'lgan ko'p-to'kning narxi 70,000 so'm bo'lsa, necha so'm kerak? Mahmud va Sayyodning jami pullarining yig'indisi 55,000 so'm. Demak, 70,000 so'mdan 55,000 so'mni ayirsak, ular uchun qancha miqdordagi pul kerakligi aniq bo'ladi. Demak, ko'p-to'kning narxidan ulardagi bor summa narxini ayirib tashlasak 15,000 so'm. Demak, ularga 15,000 so'm miqdorida pul kerak.